Assalomu alaykum ana. Kirsam maylimi? Onamday boshimni silagan, Muhammad, Mustafa, kelinglar. baxtimni tilagan. Ha, bolalar o'g'ani kelding. Men ketmayman. Siz dudamga baqirdingiz. Bizni ko'chada sovuqda qolib ketdi. Taksi bizga baqirdi. Dudam kechasidan yig'lab chiqdilar. Men sizni yaxshi ko'rmayman. Bo'ldi. Boringlar, o'ynanglar. Ahamiyat qilma qizim. Kuyovingiz bilan o'tgan ekan. Nima? Bo'ladigan ishi bo'lgani yaxshi. Uji foydasi yo'q. Oldin odamga qoladi, keyinroq xoramiz. Bittagina xatoni deb butun umr afsus qilamiz. Ayol kishining sabri, erkak kishining mehnati bilan oila bo'ladi. Oila degani bu faqat kurash, ikki tomonlama kurash. Agar ulgursang, borib kechirim so'ragin. Yapayalnızda kalsam dönmem, uzun gecelerden sonra. Seni tanımadan her şey çok basitti. Kaç kere düşüp kalksam da, özlemekten de yorulsam, belki zamanla unut. Nimasi ustun ekan mana? Ko'ryapsanmi? To'yimiz bo'lsa ham sen bilan gaplashishimizni jim kutib turibdi. Menga gap qaytarmaydi, chizgan chiziqdan chiqmaydi. Bilamsiz, meni yaxshi ko'radi. Men ham sizni yaxshi ko'raman. Yapayalnızda kalsam dön. Bilaman, siz mendan yaxshisiga loyiqsiz. Sizni ko'p xafa qildim. Aytganingizni qilmadim. Hurmatingizni joyiga qo'ymadim, baqirdim. Siz meni har doim himoya qildingiz. Agar kechira olsangiz kechiring. Özlemekten To'xta, kechirdim. belki zamanla unutur. Missiya bajarildi. Hayallerden korkanlar. Bundoq qilib aqlni kiritib qo'ymasak bo'lmaydi. O'xshamasachi? Yaxshi bo'ladi. Qizim yomon qiz emas. Hozir diviziyasiga chiqib qolgan. Ve hayatlar. Boshqa blogerlik qilmayman. No, birovdek bizaga ishonsanglar bo'ladi, to'g'rimi? Unda plan qanaqa? Bizda shuncha narsani nima rejalashtirdik? Pampersi kim reklama qiladi? Automiko pamperslarni hamma pechenkalarim biladi-yu, bolalarimga o'zim shundan ishlataman. Umuman allergiya bermaydi. Yaponskiy brend. Aytgancha adasi shu Tomiko brendiga ambasador bo'ldik. Rahmat sizga. Baxtli bo'linglar. Kechagi gap.